Bolaligimdan beri bir dugonam bor edi. U bilan deyarli har kuni ko'rishardik, sirlarimizni aytishardik, ba'zan hatto bir-birimizsiz zerikib qolardik. Ularning uyiga tez-tez borardim, u ham biznikiga kelib turardi. Oilasi meni yaxshi ko'rardi, men ham ularni hurmat qilardim. Dastlab dugonamning otasi menga oddiy odamday ko'rinardi. Qattiqqo'l emas, lekin gap so'zida salobat sezilib turardi. Og'zini tutishi, qarashlari, ovozidagi vazminlik meni asta-sekin o'ziga jalb qila boshladi. Boshida buni o'zim sezmadim ham. Lekin vaqt o'tgan sari yuragim ichida galati bir tuyg'u uyg'ona boshladi. Bir kuni dugonamnikiga bordim. Eshikni odatda dugonam yoki onasi ochardi. Bu safar esa otasi chiqdi. U menga jilmayib qarab, "Keling, qizim", dedi. Shu oddiy so'zlar ham yuragimni titratib yubordi. Nigohlari chiroyli, chuqur edi. U meni uyga taklif qilarkan, ko'zlarim beixtiyor uning yuzlariga tushib qoldi. Boshqa odamday butunlay boshqacha ko'rindi menga. O'sha kundan keyin uni har ko'rganimda yuragim tez ura boshlardi. Go'yo unga yaqinlashsam, ichimdagi sir ochilib qoladiganday qo'rqar, lekin baribir uni ko'rishga intilardim. Dugonam bilan gaplashib o'tirganimda ham xayolimda faqat uning otasi bo'lardi. Keyingi haftalarda dugonamnikiga ko'proq boradigan bo'ldim. Bahona topib borardim, goh kitob so'rash, goh birga dars qilish, goh oddiy suhbat. Lekin asl maqsadim boshqacha edi. Ich-ichimdan uni ko'rishni, bir-ikki ogiz gaplashishni xohlardim. Bir kechasi uylariga bordim. Dugonam hali qaytmagan ekan. Eshikni yana otasi ochdi. U menga qarab jilmaydi. "Ular hali kelishmadi, lekin sen kutib o'tiraver." Men ichkariga kirdim. Uy jimjit edi. Televizor ochgan, xona yarim qorong'i. U menga suv olib chiqdi. Stakanni uzatayotganda qo'llarimiz qisqa muddat tegib ketdi. Shu payt tanamdan titroq o'tdi. U esa buni sezdi shekilli, xotirjam ovozda so'radi. "Sovqotyapsanmi?" Men boshimni chayqab, "Yo'q", dedim. Ammo aslida sovqotganim emas, yuragim ichida o'zimni qo'lga ololmayotganim edi. Shu kechadan keyin men butunlay o'zgardim. Har safar uni ko'rganimda mehrim yanada kuchayib borardi. O'zimni to'xtatishga urindim, lekin bu tuyg'ularni yurak tinglamas ekan. Nigohlari, ovozi, hattoki oddiy bir so'zi ham meni o'ziga bo'glab qo'yardi. U kechadan keyin men o'zimni boshqa odamday his qila boshladim. Dugonamning otasi haqida o'ylash meni butunlay o'ziga band qilib qo'ydi. U haqida o'ylamay o'tirgan paytlarim ham birdan nigohi ko'z o'ngimda gavdalab ketardi. Nahotki men unga oshiq bo'lib qolsam, degan savol ichimda tinmay aylanardi. Har safar uylariga borganda o'zimni dugonam oldida yashirishga harakat qilardim. U sezib qolmasin, sirim fosh bo'lmasin deb qo'rqardim. Lekin dugonam hech narsani payqamasdi. U odatdagiday gaplashib, kulib, mendan sirli nigohlarimni sezdirmay o'tirardi. Otasini esa men endi boshqacha ko'ra boshladim. U dugonamga shirin so'zlar qilsa, men ichimdan rashk qilardim. Onasiga mehribonlik ko'rsatsa, yuragimda galati bir og'riq paydo bo'lardi. Men bu tuyg'ularimni tan olgim kelmas, lekin baribir yurakni aldab bo'lmasdi. Bir kuni dugonamning uyida mehmonlar ko'payib qoldi. Men ham o'sha yerda edim. U odam, ya'ni dugonamning otasi, mehmonlarni kutib olib, stollarni tayyorlashga yordam berdi. U erkaklarga xos tarzda xonadon boshligi sifatida o'zini tutar, hammani izzat qilardi. Men esa uzoqdan unga qarab o'tirardim. Uning harakatlari, har bir so'zi, hatto kulishidagi jarang ham menga yoqardi. Shu payt nigohimiz yana to'qnashib qoldi. Bu safar u bir oz uzoqroq qaradi. Nigohida bir narsa bor edi. Men tushunolmadim, ehtimol qiziqish, ehtimol oddiy tasodif. Lekin o'sha qarash yuragimni yana ham titratib yubordi. Kechga yaqin mehmonlar tarqaldi. Dugonam onasi bilan idish-tovoq yigib yurdi. Men esa mehmonxonada bir oz qoldim. O'sha odam kirib keldi va qarshimdagi stulga o'tirdi. "Sen charchamadingmi?" dedi u. Men jilmayib, "Yo'q, hammasi yaxshi", dedim. U bir muddat jim o'tirib qoldi. Nigohi yuzimda edi.
O'sha payt butun tanamni titroq qopladi. Men ko'zlarimni pastga tikdim, lekin baribir yuragimni bosolmadim. U asta-sekin so'z qotdi. Sen dugonamga o'xshamaysan. Sen ko'proq kattalarday fikr qilasan. Men ajablanib qaradim. Bu so'zlar meni o'ziga yanada bo'glab qo'ydi. Uning ovozi muloyim, lekin salobatli edi. Shunda yuragimdan bir oy o'tdi. Agar shu odam meni quchsa, men o'zimni butunlay unga topshirib qo'yaman. Shu kunlardan keyin men butunlay o'zgarib ketdim. Har kuni uni ko'rishga sabab qidirardim. Ba'zan dugonamni bahona qilib qo'ng'iroq qilardim. Ba'zan oddiy kitob so'rash yoki daftar olish uchun uylariga borardim. Har safar o'sha odamni ko'rsam, ichimdagi yashirin olov yanada kuchayar, men esa o'zimni to'xtatolmasdim. Eng dahshatlisi shundaki, u ham meni payqayotganday edi. Nigohlari, gaplari, hatto oddiy salomi ham boshqacha tus ola boshladi. Go'yo u ham men bilan nimanidir his qilayotganday edi. Bir kuni dugonam uyda yo'q edi. Men unga uchrashaman deb uylariga bordim. Eshikni yana otasi ochdi. U meni ko'rib jilmaydi. U yo'q, lekin xohlasa kuta turasan. Men boshimni qimirlatdim. Uyga kirdim. U esa mehmonxonaga taklif qildi. Jimjitlik hukm surardi. Biz qarama-qarshi o'tirib qoldik. Yuragim qattiq ura boshladi. O'zimni qo'lga olishga harakat qildim, lekin bu imkonsiz edi. U sekin so'z qotdi. Sen ko'p keladigan bo'lding. Men kulimsirab, "Ha, dugonam bilan dars qilamiz", dedim. U jilmayib boshini qimirlatdi. Keyin nigohlarini menga qadadi. U qarab turganida vaqt to'xtab qolgandek tuyulardi. O'sha lahzada men hammasini his qildim, u ham meni seza boshlagan edi. U qarab turganida yuragim butunlay titrab ketdi. O'sha nigohda oddiy mehr emas, balki yashirin bir ishora, chuqur tuyg'ular yashirinayotgandek edi. Men o'zimni chetga olishni xohlardim, lekin ko'zlarim beixtiyor yana unga qaytib tushardi. Shu onda xonada jimjitlik cho'kdi. Faqat yuragimning tez urishi qulog'imda jaranglayotgandek edi. U bir oz jim qoldi, keyin ovozini past qilib gap boshladi. Sen kattaroq bo'lib qolibsan, endi o'sha bolaligimizdagi qizaloq emassan. Bu so'z yuragimni butunlay egallab oldi. Men boshimni pastga egdim, lablarim titradi. Uning ovozida galati bir muloyimlik, bir vaqtning o'zida kuch bor edi. Men o'zimni butunlay nazorat qila olmayotganimni his qildim. U asta-sekin stuldan turib oynaga qaradi. So'ng qaytib kelib menga yaqinroq o'tirib qoldi. Nafasi yuzimga tegdi. Shu payt ichimda hech qachon bo'lmagan his uyg'ondi. Qo'rquv, hayajon va istak birlashib ketdi. Men seni do'st qizim sifatida bilaman, lekin baribir u gapini tugatmay jim qoldi. Men esa ichimdan o'yladim, nega jim qoldingiz? Men ham sizni his qilyapman, lekin aytolmayman. Shu lahzada dugonamning ovozi eshik tomondan eshitildi. U kirib keldi. Biz ikkalamiz tezda o'zimizni tutib oldik, go'yo hech narsa bo'lmaganday ko'rinishga harakat qildik. Lekin yuragimda allaqachon hammasi o'zgarib bo'lgandi. O'sha kundan keyin men tinchlikni yo'qotdim. Uyga qaytsam ham kechalari uxlay olmasdim. Faqat u odam haqida o'ylardim. Uning ko'zlari, jilmayishi, ovozi hammasi xayolimni to'ldirardi. Men bilardim, bu hislarim taqiqlangan. Dugonamning otasi-ku. Lekin yurakni aldab bo'lmasdi. Kunlar o'tdi. Biz yana va yana ko'rishaverdik. U ham meni payqayotganday har safar boshqacha qarab qo'yardi. Men esa o'sha nigohlarni kutardim. Har safar ko'zimiz to'qnashsa, ichimda bir dunyo his uyg'onar edi. Bir kuni dugonam uyda yo'q edi. Men unga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lib uylariga bordim. Eshikni yana otasi ochdi. Bu safar u meni boshqacharoq qarshi oldi. Ko'zida aniq ishora bor edi. U hech narsani so'ramay ichkariga taklif qildi. Men xonaga kirdim. Yuragim qattiq ura boshladi. U esa menga qarab jilmaydi. Sening ko'zingda nimadir bor, qizim, dedi u sekin ovozda. Men uni ko'rib turibman. Men cho'chib ketdim. Boshimni pastga egdim. Nafasim qisilib, qo'llarim titrab ketdi.
Nima deganingizni tushunmadim, dedim men sekin ovozda. U menga yaqinlashdi. Nigohi bilan yuragimni teshib otgandek bo'ldi. Shu onda men tushundim, u ham meni his qilyapti. Bu endi oddiy tasavvur emasdi. U qo'lini uzatib yuzimga tegdi. Men ko'zlarimni yumdim. Shu onda butun dunyo jim bo'lib qolganday bo'ldi. Yuragim o'zini tutolmadi, men titragancha o'tirardim. Men seni juda yaxshi ko'rib qoldim, dedi u sekin. Bu so'zlarni eshitganimda butun tanamdan issiq to'lqin o'tdi. Men endi sir tuta olmasdim. Ko'zlarimdan yosh chiqib ketdi. Men ham, dedim past ovozda. Men ham sizni. Shu lahzada u meni bagriga oldi. Men o'zimni butunlay unga topshirib qo'ydim.